Assalomu alaykum. Aka, yaxshi chiqib oldingizmi? Aka, bu o'zbeklar bizlarni yurishga qo'ymayapti ko'chada umuman. Boshi jonimizga tegib ketdi. Yordam bermasangiz bo'lmaydi aka, o'zingiz. Men ko'cha ishlaridan qaytganman. Umuman aralashmaydigan bo'lgan bu narsaga. Men tinch qo'ylaring. Jiga, yaxshimisan? Zonadan chiqqaningni ham aytganing yo'qmda. Ko'chadan eshitib kelyapman. Xabar olaydi. Rahmat, shunaqa bo'lib qoldi endi. Xabaring bormi ko'chada nima bo'layotganda? Xabarim bor. Ha. Men qaytganman bu yo'ldan. Voy. Qachongacha shunaqa yurmoqchisan? Bu ko'cha seni yomonligiga tortyapti. Undan ko'ra o'qishga kirishni o'ylamaysanmi? Agar o'qishga topshirsang, birga o'qib yurardik. O, professor bo'lamanmi? Nobel olaman, ha? Men jiddiy aytmayman. Bu yurishingga oxiri yo'q. Qo'y bunaqa gaplaring. Yur, ketib aylanamiz. Nimaga kelding? Keyinroq kel uyga. Kim bu? San planing qancha edi? 10 million. Sen qancha olib kelding? 8 million. Bunda nima kam joying bor? Yo, bunda nima kam joying bor? Короче, keyingi oy 15 million olib kelasan. Ha, maktabda chumolaringga ham aytib qo'ygan. Stavka oshdi. Sardor, Bek qamoqdan qaytibdi. Nima? Ha, xolakasini o'ynayapsanlarmi? Normal o'g'il bolaga o'xshab urish. Ye, Bek. Jiga. Yaxshimisan? Mana Charchavyapsan? Yaxshimi? Ko'chada nima gap? Ko'chaga Sardor qarayapti. Bolalari vashsha qo'yib yetib boribdi. Endi men qaytdim. Bundan keyin rayonda bizani aytganimiz bo'ladi. Bek. Bola tayyor, nima qilamiz? Короче, meni tutamiz. Hop. Maktabdan boshlaymiz. Bo'ldi, yaxshi. qaytga boramiz, punta yo'q. Ha, shakalla, qalaysanlar? Sona. Ana kelishyapti. Chori. Soqqani yig'ib keldilaringmi? Soqqani endi salla berasan. Nega jimjit, nega bunday jimjit? Xuddi badanimda ruhim emas silkit. Farishtami jin yoki boshqa bir maxluq keladi yonimga kuniga nima ekan uni Chaqib kelaman deydi-ku. Sardor. Nima bo'ldi? Tinchlik? Meni urib biz tashlashdi. Kim? Bekki bolalari kelib, nizashni urib tashlashdi. Uzoqqa o'xshab kalta yeb keldingmi? Do'konni puli qani? Olib qo'yishdi. Alamimni ololmadim. Jasam qolib ketdi. Sardor aka, bolalar maktabga kelganman tutib tashlashdi. Endi faqat ulardan bo'lar ekan. Voy lattalar. Voy chumolar. Bizda ham shunaqa bo'ldi. Mirji bor. Bitta topganda soat 5 ga strelka ur. Sen bor. Bolani yig'. Yugur. Ko'rsatib qo'yaman hali bularga. Yaxshimisan, Bek? Что за беспредел-то? Bolalaring kelib, meni bolalarim nizashni urib tashlashibdi. Nimalar deyapsan? Sani bolalaring, meni bolalarim 212-maktabga talpa qilib tashlashdi.
Xabaring bormi? Nima? Chori. Kan, kimni talpa qilib tashyapti? Qay gapirchi o'zi? Shunaqa bo'ladimi? Shunaqa, men talpa qilib tashashdi. Shunaqa bo'ldim. Unaqasi bo'lgan edi. Короче, problemani hal qilish kerak. Birga bir unda. Birga bir chiqasan? Men duq qilib beradigan bola emasman, prosta xostiraman bor-da. Короче, o'rniga boshqa bola o'xshadi. Kam. Parviz, Ustingdagini yechmaysan? Nima qilaman deb tekstiga taragandim. endi rayonda biz aglamimiz. Buni hali ko'ramiz. Sardor, men hozir tushunmadim. Chesting tegayapti, qo'ling sastiryapti. Nima indamading? Buni bitta ursam, butun shahar birlashib ustimizdan yugurib o'tib ketishadi. Bizga kim turib beradi? Imtihonga bordingmi keyin? Borib keldim. Ramey, to'kin bilan rostsanmi? Tushunmadim. Nimani tushunmading? Nima deding? Hech ornishchi. Yanasanmi? Nima qilasan? Bor, ket! Chiq ket! Qaytkaman! Asqar aka, manziz yaxshimi? Turing. Bo'ldi, tura qoling. Turing. Chekasan? Yo'q, hozir chek. Menga qara Chori. Sen bizdan kuruvda eng talko'y boladan bittasisan. Andashi borib, Timurga ishonmang. Problemalarni ko'ryapsan. Vahshi o'zidan ketib qoldi. Короче, menda bitta yechim bor. Bilasan, yaqinda uylanyapman. Mana bola chaqa qilish kerak bu yog'iga. O'shani hisobiga bunga odam qo'yib ketishim kerak. Hozir главный planimda sensan. Lekin senga bitta shart bo'ladi. Ammo Nima bu? o'sha qo'rqma. Короче, ertaga borib, bek chaqirasan-da, unga tiqasan. Nima deganingiz bu? Men nima bo'laman keyin? Bitta o'zim boramanmi? Qo'rqmasang-chi, biz bolalar bilan yig'ilib turgan bo'lamiz. Tiqishing bilan yuguramiz. Men senga o'zim javob beraman, so'z beraman, uka. Nima deysan? Eplaysanmi? Eplayman. Bundan buyon yonimda yurasan. Tushunding? Davay, ertaga ko'rishamiz. Bek. Afsus. Sizda gapim bor, chetroq o'tib bo'ladimi? Mashta gapiraver. O'zingizga bitta gapim. Nima gap? Uka. Meni kechiring. O'zingga kel, bek, hammasi yaxshi bo'ladi, bek. Tur, bek, bek! Aka, chorni urushyapti. Boshlandi, boramizmi? Ketdi. To'xta. Qaytqanmi? Kim bormaydi? Niprav. Men za что borib pichoq tiqyapti. Men Niprav orqasidan bormayman. Aka, hozir o'ldirib qo'yishadi. Voy, jannatda bo'lsin. Ketdi. Negadir shu kunlarda holatim ato meni Parishon xotir yurishim balki xato meni Bora o'qishga kirish o'ylamaysanmi? O'qishga kirsang birga o'qiyveradi. Nima qilasan? Bor, ket! Chiq ket! Qaytkaman! O'rnimga sani qo'yib ketmoqchi. Tinglamasdan ketmoqdaman Anglamas
odam o'ldirishda ayblanib, jinoiy guruh qo'lga olindi. Bek o'ldi, Chor o'ldi, qanchasi qamalib ketdi. Shumi ko'chani oxiri? Nima majlis qolsa? Nima bo'pti bu yerda? Nima bo'pti so'rayapsanmi? Sen Chorni sotding, yordamga ham bormading. Nimaga do'stsa? Kim yoribdi? Yorganim yo'q uni. O'zi bordi. O'zi tiqyapti. Men prichom bo'pti? Sen yetding, sen yubording uni. Haromi? Bo'ldi. Sen bizani sotding. Men sendan saqlab qoluvdim. Shumi bizani basharami? Ertaga kim qizini bizga beradi? Qaysi joy bizani ishga oladi? Bolalarimizga nima deb maqtanamiz? Ko'chamiz debmi? Bu yongan ko'chalar nechtasini yondirdi? Endi biz ham yonamizmi? Statistika ma'lumotlariga qaraganda O'zbekistonda yiliga yuzlab odamlar mushtlashuv va pichoqbozlik oqibatida vafot etishmoqda. Buning oqibatida esa qanchadan qancha yosh yigitlar umrini qamoqda o'tkazmoqda. Ko'chaga tez pul va'dasi bilan kirib, lekin bu yo'ldan chiqib keta olmayotgan yoshlarimiz qancha. Ko'cha yaxshi joy emas do'stlar. Bu yo'lga kirish oson, lekin undan chiqib ketish juda ham qiyin. Ko'cha seni kuchli qilmaydi, faqat hayotingni qisqartiradi. Ko'cha bu yo'l emas, bu faqat adashganlarning manzili. Bu yo'lga kirishdan oldin yaqinlaringizni, ota-onangizni, siz uchun qayg'uradigan insonlar borligini unutmang.